Assalomu alaykum. Navbatdagi mavzuimiz magnit maydonning tokli o'tkazgichga ta'siri va Amper qonuni. Bu o'zi tokli o'tkazgichga ta'sirini Amper qonuni bilan hisoblab ko'ramiz va yo'nalishlarini aniqlaymiz. Undan oldin biz magnit maydon yo'nalishi va tok yo'nalishini belgilashda ba'zi bir boshqacha ko'rinishlarni qarab o'tsak. Bunday belgilanishlar o'zi nimaga kerak degan savolga aytishimiz mumkinki, amper kuchini aniqlayotgan vaqtda biz 3 o'lchamli fazo bilan ishlaymiz. Lekin biz yozayotgan ma'lumotlar esa doskada, ya'ni 2 o'lchamli tekislikda biz ma'lumotlarni chizishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Lekin jarayon esa 3 o'lchamli. Shuning uchun bitta o'lchamni qandaydir boshqacha belgilashimiz kerak va qolgan ikkita o'lcham bilan ish olib boramiz. Bu qanday belgilanish desa, bularni ko'rib o'tamiz hozir. Masalan, mana shu yo'nalishda magnit maydon kuchlanganligining, magnit maydon induksiyasining yo'nalishi berilgan bo'lsa, B. Misol uchun mana shu yetarli. Maydon induksiyasi B mana shu tarafga yo'nalgan. Biz hozir xuddi shu induksiya yo'nalishlariga perpendikulyar ravishda qarab turibmiz. Agarda biz mana bu tarafdan qarasak, bizga qanday ko'rinish hosil bo'lgan bo'lar edi? Ko'zni qorachig'i mana shu yerdan qarasak, bizga bu maydon qanday ko'rinishda bo'lardi? Ya'ni mana shu induksiya chiziqlarini orqa tarafidan qarayapmiz. Bizdan boshqa, ya'ni agar doska tekisligi yoki biz hozir tomosha qilib turgan telefonimiz, noutbukimiz yoki planshetimiz mana shu tekislikda turgan bo'lsa, xuddi shu tekislikka qarab yo'nalgan bo'lsa va biz bu tarafdan qarab turgan bo'lsak, qanday ko'rinadi bizga desa, biz bu chiziqlarni o'lchami yo'q, qandaydir bir silindrik shaklda emas, o'lchamini e'tiborga olmaymiz. Bu qanday vektor kattaligi, yo'nalishi. Shuning uchun mana shu yo'nalishni biz shartli ravishda mana shunday aylana va aylanaga x belgisi qo'yilgan ko'rinishda belgilar ekanmiz. Agarda biz magnit maydon induksiyasi mana shu x va yoniga b harfi yozib qo'ygan bo'lsa, biz tushunishimiz kerakki, demak magnit maydon induksiya chiziqlari bizdan doska tekisligi tomon yo'nalgan. Xuddi shunday tasavvur qilishimiz kerak ekan. Demak, bizdan doska tekisligiga qarab yo'nalgan. Endi ikkinchi holat bor. Buni hozir endi chizib vaqtni ketkazmaslik uchun foydalanib keta qolaman. Mana shu yerga ikkinchisini ham chizib qo'ysam, mana shunday. Aynan shu chizmani ko'chirib qo'ydim, faqat hozir yo'nalishlarini o'zgartirib qo'yamiz. Faqat mana shu chiziqlarni yo'nalishini o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bunaqa qilamiz. Mana shu yo'nalishda endi. Ya'ni bizni planshetimiz yoki ko'rib turgan noutbukimiz mana bu bo'ladigan bo'lsa, mana shu. Bu esa induksiya chiziqlari yo'nalishi. Ya'ni planshetimizni tekisligidan bizni ko'zimizga tomon yo'nalgan. Mana bu tarafga qarab yo'nalyapti, ko'rib turibsiz. Xuddi shu yo'nalishda keladigan bo'lsa, biz belgilanishni sal boshqacharoq qilar ekanmiz. Mana bunday aylana, o'rtasiga bitta nuqtacha bo'ladi. Mana shu belgini ko'rsangiz va yonida B harfi turgan bo'lsa, demak tushunishimiz kerakki, induksiya yo'nalishlari, ya'ni magnit maydon induksiyasi B ning yo'nalishi doska tekisligidan bizga tomon chiqib kelyapti degan tushunchani qabul qilamiz. Ayni bu qiymat, ayni bu belgilanish tok kuchlari uchun ham o'rinli. Tok kuchida ham xuddi shu belgilanishlarni kiritamiz. Ya'ni
agar mana shu x mana shuni yoniga yozaman mana aylana va x qo'yilgan bo'lsa va yoniga tok kuchining belgilanishi yozilgan bo'lsa, tushunishimiz kerak. O'tkazgichimiz mana shu biz ko'rib turgan doskamizga tik ravishda yo'nalgan va tok bizdan doskaga qarab oqib o'tyapti. Tasavvur qilishimiz kerak, xuddiki o'tkazgichimiz shundoq borgan va mana shu x bo'lib turgan nuqtadan doskamizni teshib o'tib ketgan. Tok bizdan o'tar doska tarafga qarab yo'nalyapti. Shu bizdan doska tomonga qarab tok oqmoqda deb tasavvur qilishimiz kerak. Agar mana bu belgilanish, ya'ni nuqta aylana va o'rtasiga nuqtacha qo'yib qo'ygan bo'lsa, yoniga tok belgilanishini yozib qo'ygan bo'lsa, tushunishimiz kerak. O'tkazgichimiz mana shu doskani teshib o'tyapti, biz tomonga qarab, umuman teshib o'tgan. Tok esa biz tomonga qarab oqib kelyapti deb tasavvur qilishimiz kerak bo'lar ekan. Umuman olganda mana shu ikkala belgilanish bizda muhim rol o'ynaydi. Har safar bu narsani adashtirib qo'ymasdan to'g'ri tasavvur qila olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu narsa bilan tanishib chiqqanimizdan keyin endi sekin magnit maydondagi tokli o'tkazgichga magnit maydon tomonidan qanday kuch ta'sir qilishi va uning yo'nalishlari qanday bo'lishini ko'rib chiqaylik. Bir marta tokli o'tkazgichimizni, magnit maydonda joylashgan tokli o'tkazgichimizni va unga ta'sir etayotgan kuchlarni 3 o'lchamli ko'rinishda chizishga harakat qilaman. Qani, qanchalik o'xshaydi, qanchalik yo'q. Xo'p. Mana shu yo'nalishda tok o'tayotgan bo'lsin. Bir-biridan farqlanish uchun mayli tokli o'tkazgichimizni qalinligini ham hisobga olib chizamiz. Xo'sh, magnit maydon induksiya yo'nalishini ko'k rangda chizaman. Pastga qarab yo'nalgan tasavvur qilamiz. Mana shu yo'nalishda magnit maydon induksiyasi B bor va bu induksiya pastga qarab yo'nalgan va xuddi shu maydonda tokli o'tkazgichimiz mavjud. Tasavvur qilaylik. Xo'sh, tok kuchini bu yoqqa qaratib yo'naltiraman. Demak, o'tkazgichimizda mana shu yo'nalishda tok o'tyapti. Mayli, ichiga chizib qo'ysak ham bo'ladi. Mana. Ega teng. Endi tokli o'tkazgichga magnit maydon tomonidan ta'sir etayotgan kuch chap qo'l qoidasi yordamida topilar ekan. Chap qo'l qoidasi. Bu qoida qanday qoida? Bu shunday qoidaki, chap qo'limizni 4 ta barmog'ini tok yo'nalishiga qo'yishimiz kerak. Tok yo'nalishida. 4 ta barmog'i tok yo'nalishida. Induksiya chiziqlari esa kaftimizga kiruvchi bo'lsin. Mana shunday. Sal o'xshamay qoldi. Mayli, endi nima deymiz? Xo'p, mana shunday yo'nalishda 4 ta barmog'imiz tok yo'nalishiga mos kelsin. B induksiya chiziqlari kaftimizga kiruvchi bo'lsin. Ana shunda bosh barmog'imizning yo'nalishi shu o'tkazgichimizga ta'sir etayotgan amper kuchining yo'nalishini ko'rsatar ekan. Tasavvur qila oldingiz degan umiddaman. Chizma qanchalik o'xshadi, qanchalik o'xshamadi bilmadim. Demak, mana shu yo'nalishda 4 ta barmog'imiz, esdan chiqarmaymiz. 4 ta barmoq tok yo'nalishiga mos kelsin. Induksiya chiziqlari kaftimizga kiruvchi, shunda bosh barmog'imizning yo'nalishi tokli o'tkazgichga ta'sir etayotgan kuchning yo'nalishini ko'rsatar ekan. Esimizdan chiqarmasligimiz kerak, tok o'tayotgandagina ta'sir etadi. Shunchaki o'tkazgichni magnit maydonga qo'yadigan bo'lsak, hech qanday kuch ta'sir qilmaydi.
faqat tok o'tgandagina unga qandaydir kuch ta'sir qila boshlaydi. Va mana shu kuchni biz amper kuchi deb ataymiz. Demak, magnit maydonda joylashgan tokli o'tkazgichga ta'sir etayotgan kuch amper kuchi bo'lar ekan. Endi bu kuchni yo'nalishini aniqlashni o'rgandik. Miqdor jihatdan qanday qiymatga ega bo'ladi desak, F amper kuchi teng bo'lar ekan tokli o'tkazgichimizdan o'tayotgan tok kuchi, magnit maydon induksiyasi va mana shu induksiya ichida joylashgan o'tkazgichimizning uzunligiga to'g'ri proporsional ekan. Amper kuchi mana shu uchalasining ko'paytmasi bilan ifodalanar ekan. Xo'p, mana bu yerda sinus alfasi ham bor. O'zi aslida umumiy jihatdan qilib aytadigan bo'lsak, bu alfa nimaga teng desa, bu yerda alfa tok yo'nalishi, ya'ni tokli o'tkazgich desak ham bo'lmaydi. Tok yo'nalishi kuchi desak noto'g'ri bo'lib qoladi. Yo'nalishi va induksiya yo'nalishi orasidagi burchak. Demak, induksiya va tok yo'nalishi orasidagi burchakni ifodalar ekan. Bizda hozir 90 graduslik holatda chizdik. 3 o'lchamli bu, balkim 2 o'lchamlidek g'alatiroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin chizma, lekin 3 o'lchamli chizishga harakat qildim. Mana shu narsalarni chizish noqulay bo'lganligi sababli mana bunday o'zga belgilanishlar kiritilgan edi. Hozir mana shu belgilanishlarga tatbiq qilib ko'ramiz. Asosiy formula tushunarli menimcha, oddiy formula. 3 ta sonning ko'paytmasi, bunaqa murakkab joyi yo'q. Endi tatbiq qilib ko'raylik. Xo'p. Bitta chizma chizsak. Mana bu tokli o'tkazgichimiz. Endi bu yerga mana bunday x lar qo'yib chiqaman. Ko'payib ketdi. Katta qo'ysak yetarli. Bu yoqqa kiramiz. Xo'p, mana shunday magnit maydonda tokli o'tkazgich bor va bundan tok o'tmoqda. Tok o'tayotgan o'tkazgichimiz magnit maydonda joylashtirildi va x lar mana bunga mos keladi. Ba'zida shunchaki x qo'yish ham mumkin. Mana bu yerda aylana sifatida aytib o'tdim. Shunchaki x qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Yoki shunchaki nuqtacha qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Demak, x qo'yilgan bo'lsa, biz tushunishimiz kerakki, induksiya yo'nalishi B bizdan dosga tekisligiga tomon yo'nalgan. Bu yerda amper kuchi yo'nalishini aniqlashimiz uchun 4 ta barmog'imiz, ya'ni chap qo'limiz, e'tibor beramiz. Chap qo'limizni 4 ta barmog'i tok yo'nalishiga mos tushsin. Induksiya kuch chiziqlari esa kaftimizga kiruvchi bo'lsin. Shunda chap qo'limizni mana bunday chizamiz. Mana shu ko'rinishda chap qo'limizni chizamiz. Chap qo'limizni xuddi shunday joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Chap qo'limizni mana shunday joylashtiradigan bo'lsak, 4 ta barmog'imiz tok yo'nalishi bilan mos tushyapti. Induksiya chiziqlari kaftimizga kiruvchi. Shunda mana bu bosh barmog'imizning yo'nalishi amper kuchi yo'nalishini ko'rsatar ekan. Demak, bu o'tkazgichimizga mana shu holatda yuqoriga yo'nalgan amper kuchi ta'sir qilyapti. Agarda tok yo'nalishini teskari tomonga o'zgartiradigan bo'lsak, chap qo'limizni teskari tomonga o'girishimizga to'g'ri keladi va shunda amper kuchi pastga qarab yo'nalib qoladi. Buni ham ko'rib o'tamiz, mayli.
Yana bitta holatni ko'rsak. Mana shunday tokli o'tkazgichimiz. Mana shunday maydon tokli o'tkazgich bo'lsin. Hop, endi induksiya yo'nalishini teskari qilib ko'raylik. Mana shunday induksiyalar berilgan bo'lsin. Ba'zi holatlarda aynan mana shunday bittalab chizib chiqilgan bo'lmaydi-da, bittagina ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Masala shartida aytib o'tib ketadi. Masalan, induksiyasi B bo'lgan maydonda tokli o'tkazgich mavjud deb. Bularni hammasini o'chirib tashlagan holatda mana bu yerga bittagina B deb mana shunday belgilab qo'ygan bo'lishi mumkin. Hammasida demak, shunchaki biz B ning yo'nalishini bilishimiz kerak. Xo'p, tok yo'nalishi yana mana shu holicha turaversa mayli. B ni qo'yamiz. Qoidamiz endi yana eslaymiz. Chap qo'l qoidasi. 4 ta barmog'imiz tok yo'nalishiga mos tushsin. Induksiya chiziqlari kaftimizga kiruvchi. Bizni misolimizda aylana va o'rtasida nuqtacha bo'lganligi uchun induksiya yo'nalishi, ya'ni B ning yo'nalishi doska tekisligidan biz tarafga qarab yo'nalgan. Bizga qarab chiqib turibdi. Xuddiki ekranimizdan, telefonimizning ekranimi, noutbugimizning ekranimi, planshetning ekranini farqi yo'q. Shu ekranimizdan strilkalar chiqib turibdi, biz tomonga qarab yo'nalgan. Tasavvur qiling, B ning yo'nalishi xuddi shunday. Demak, kaftimizni, chap qo'limizni kaftini shu induksiya chiziqlariga qarab yo'naltirishimiz kerak. Ya'ni induksiya chiziqlari kaftimizga kiruvchi bo'lsin. 4 ta barmoq esa tok yo'nalishiga mos tushsin. Xuddi shunday qilib chizib ko'ramiz qo'limizni. Shunaqaroq xunuk qo'l bo'lib qoldi, mayli. Mana shunday joylashtirishimiz kerak chap qo'limizni. Shunda chap qo'limizning bosh barmog'i yo'nalgan taraf amper kuchining yo'nalishini ko'rsatar ekan, F amper kuchi. Demak, o'tkazgichimizga pastga tomon yo'nalgan qo'shimcha kuch paydo bo'lar ekan. Mana bu E. Bu yerda ham F amper kuchi teng bo'ladi. EBL o'tkazgich uzunligi bu yerda L. Bu yerda ham EBL formula bilan ifodalar ekanmiz. Hop, shu yerda mavzuyimizni to'xtatamiz. Boshqa bir holatlarni, ya'ni tok kuchlarini teskari yo'naltirib yoki induksiyani boshqacha yo'naltirib yoki mana bunday tok kuchini belgilanishidan foydalanib tokni yo'nalishini belgilab B ni chizgan holatda turli xil holatlarni o'zingiz tekshirib bemalol mashq qilib ko'rishingiz mumkin. Tushunmovchiliklar bo'lsa so'rashingiz uchun guruhlar ochilgan. Keyingi mavzularga o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Dars muallifi Amirov Sarvar.